Biz Qo'g'aydagi Master grill xonasidamiz. Shu bola chempionimiz mana shu grillni tayyorlab berish bo'yicha. Hozir sekundomerga qarab qo'yib ko'ramiz, qani qancha vaqtda shu bola tayyorlab bo'larkan. Ketdi. Xo'p. Qo'g'ay bilasiz, o'tgan yildan boshlab juda katta obodonlashtirish ishlari olib borildi. Natijada mana tadbirkorlarga ham sharoit ko'paydi. Tadbirkorlarda mana qarang, aylanmasi, pul mablag'lari aylanmasi ko'paydi. Chunki xaridor ko'p. Bularning oldi ochilib, ish joylari yaxshilanib bordi. Endi buning natijasida Qo'g'ayga ham mehmonlar soni har kuni ko'payib boryapti. Bu esa tadbirkorlarga alohida sifat, daraja olib kiryapti. Bularni qarang, mana hamma narsasi chiroyli, shu zamon talabida ketyapti. Hop. Mana shu dastavkaga endi tayyor, ha? Qo'y. 45 sekund vaqt ketdi. 50 sekund. Manzil Qo'g'ay Kalsovoyda yonib.